ikkita funksiyali pogrузчик va ekskavator zavodiga kelganmiz. Bu zavodda hozir mana 4 xil yoki 5 xil dvigatelda ishlab chiqarilishi va 2 xil modellar bor. 20 li model va 35 li model kattasidan. 35 li model konfiguratsiya haqida qanaqa ma'lumotlar bo'lsa, to'liq Telegram orqali beramiz. Bu katta modeli, kichkina modeli. 20 li modeli lyuks bo'ladi, konditsioner, pechka, hamma narsasi bo'ladi. Lekin narxi o'zgarishi mumkin. Misol orqasida adboniy molotogi yoki boshqa qo'shimchalari. Shunga adboniy molotog, beton buzish yoki oldiga vilka zajin boshqa narsalar o'rnatilishi mumkin. Narxi o'zgarishi mumkin. Oddiy model narxi bir xil chiqadi lekin. Motor shovqinsiz yoki shovqinli yunnevicha yoki boshqacha ichay motorlarga bog'liq narxi. Kimga narx qiziq bo'lsa, hisoblab beramiz. Konfiguratsiyasiga qarab, modeliga qarab. Juda ko'p turda bor. Yoki mana bunaqa 35 modeli.